Mana maktabni yoni ado asfalt ishi tugadi mana. Chaqiringlar mayda. Mana. Mana shu yerdan hamma yoqda bir xil 4,5 metrga urdik. Yo'lda bironta mana o politsiyskiy qo'ymadik. Bitta o'sha maktabni oldiga baribir qo'ydirdi bolalar, hamma shu kerak bo'lmasa bo'lmaydi deb o'sha maktabni yoniga qo'ydik. Hop shu 390 metr, 4,5 metrga asfalt qildik. Mana shu maktabni yonidan Sharsara Sulton uyini oldigacha, Yig'i Abdus tog'idan Abdaqogacha shu labogacha, Sharsharagacha. Hop shu hammasi bo'lib 390 metr, 4,5 metr kenglikka asfalt bo'ldi. Asfalt ishlari bitdi. Tamom bugunga mana masjidda orqasi ham kech bo'lsa ham bo'ldi mana. Hamma xalq hashar qilaverdik oxirida. Bolalar yordamlashib mana hamma yoq bo'ldi. Yo'q bilan haydaysiz yo'q bu. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Xayrli kech mana, kech bo'ldi bugun. Bugun kechgacha ishladik. Asfalt ishlari mana oxiriga yetdi. Qilingan joylar qilindi. Qolgan joylar xudo xolasa tag'in bir 2 kundan 7dan keyin grederda beraman deyapti. Qolgan kamchilik kim bu yildan keyin qilaydigan bo'lsa, yo havo bo'lib qolsa shu kelib tag'in qilib beraveramiz deyapti. Kimniki qolgan bo'lsa mana dalshi qilsa bo'laveradi. Yo tayyorgarligini qilib qo'yib, avvalo bahorga asfalt qilsa ham bo'laveradi. Shu bu yilga qilaydigan planimizdagi ishlar hammasi bajarildi. Mana kim hissasini qo'shdi, kim duo qildi, kim niyat qildi, kim berdi, kim bermadi, hammalaring rozi bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalaringga rahmat. Mana bugun yakuniga yetdi oxirgi asfaltlarimiz. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar. Mana Muzaffar xo'ja bergan hisobotga qaraganda mana asfalt ishlari bugungi shu naqshaga olgan ishlarimiz hammasi 100% bitdi. Alhamdulillah deymiz, Xudoga shukronalar qilamizki, Xudovan bizlarni sharmanda qilmadi. Sizni bizni muvaffaqiyatimiz, sizni bizni yutug'imiz inshaallohki mana shu qilingan ishlardan iborat bo'ladi. Xudovand mana shu kim sahmini qanchalik qo'shgan bo'lsa, xo gapi bilan, xo duosi bilan, xo bir narsa berib, xo bir asharchilarga osh bir ovqat qilib, yo bo'lmasam hormanglarda bir tabassum bilan shu pul berib ko'chalarni obod qilgan hamma mana shu odamlarimizga, hamqishloqlarimizga Xudovand ajrini, va'da qilgan ajrini Xudovand hammaga yetkazsin. Hamma muvaffaq bo'lsin, hamma xonobod bo'lsin, hamma tinch totuv bo'lsin. Xudovand qalblaridagi qanday ezgu niyatlari bo'lsa, hammalarini Xudovand yetkazsin. Endi bu aroda ayrim hamqishloqlarimiz bor, o'zlari kuchlari yetmaydi, tirikchiliklari ba'zi o'tib turibdi. Shular ham yaxshi gaplar bilan, yaxshi muomalalar bilan, izzat hurmat bilan shu quvongan bo'lsalar biz qatorimizda, ular ham Xudovand ularni ham muvaffaq qilsin, ularni ham Xudovand
davlatidan ziyoda bersin ilohim. Bular ham shu beruvchilar qatoriga kirsin inshaalloh. Endi bitta yarimta qishlog'imizda shu berolaydiganu bermaganlar, ular Xudovand o'zi ularni ham muvaffaq qilsin. Endi men demoqchimanki, shu hamqishloqlarimizni ham ko'ngliga Xudovand solsin. Faqat bermaganlar shu nasibdan, shu savoblardan, shu xursandchilikdan qanorda qolishdi. Shunga bu qilinayotgan ishlarga Xudovand ularni ham muyassar qilsin, ko'nglariga Xudovand solsin. Endi aziz hamqishloqlar, hozir tam ikkinchi qismda. Aziz hamqishloqlar, mana shu 2 yilda qilingan ishlarni ichida men majburman shu sahmlarini talay o'tkazgan, talay ko'rsatgan hamqishloqlarimizni nomma-nom aytay. Qishlog'imiz qahramonlarini tanib olsin. Mana shu ishlarda boshidan oxirigacha mana shu tinmay, charchamay, charchagan bo'lsa ham charchaganini bildirmay xizmat qilgan Muzaffarxo'ja, Abdurasul aka, Rustamboy aka, doktor, ikkita doktor Komilxo'ja bilan Abdumtalak aka, bu tomondan Shukurjon aka, Baxtiyor aka, shular. Keyin mana shular kam bo'lishmasin, ziyoda qilsin Xudovand. Bularni qilgan mehnatlari, qilgan ishlari, savoblarini Xudovand o'zi kam ko'zsiz, o'zi ortig'i bilan Xudovand bularga yetkazsin. Mana shu nimada, shu yig'inlarda lokomotiv bo'lgan, shu hammaga bir nima bergan, motivatsiya bergan birodarlar bor. Bularning ichida mana Dilshodboy Surgut, Dilshodboy hoji Samara, Samaradan tag'in kim bor? Nurali bor. Nijnivat juda ham jonbozlikni ko'p qilgan bitta Behruzjon bor. Behruzjon rosa ham jonkuyarlik qildi. G'iyosboy bor, shogirdimiz. U ham Xudovand uni ham muvaffaq qilsin. Juda ham katta xizmatlarni qildi. Ahadboy bor. Ahadboy keyinsiga nimadan azizam qishloqlar, mana Tumen shahridan Naimjon ukamiz, hoji Xudoberdi akamning o'g'illari, qo'shnimiz, juda ham u safar ham bu safar ham juda ham katta yordamlar qilishdi. Tag'in mana shu yerda Furqatjon bor, Abdurasul aka borlar, Nurmatov, ular ham juda katta yordam qilishdi. Keyinsiga mana bu Sohibov Hoshimboy Ma'lumning o'g'illari, Samandar tam akolari, 2 kishilar, juda ham ular ham katta yordam qilishdi. Tag'in ham Nijnevatovdan Yunus akaning o'g'illari Farhodjon, stomatologimiz. Keyinsiga Farruxjon akolari, Faxriddin akaning o'g'illari, Ilhomiddinlar aka-ukalar juda ham yaxshi yordam qilishdi. Bu yerda G'afurov Rustamboylar oshnalarim, ular ham aka-ukalar juda ham yaxshi yordam berishdi, taskinlik qilishdi. Nima tag'in hozir tilimda uchida edi. Hoshimov Namozboy akamning o'g'illari, ular ham doktor, ular ham yaxshi yordam berdilar. Keyinsiga hozir tan aytaman. Azizam qishloqlar, bu katta ko'chalarda aytyapmiz. Bu katta ko'chalarga
o'zini sahmidan ortiq necha barobar ko'p bergan odamlarni aytyapmiz. Shunga navoda bironta esimdan chiqib qolgan bo'lsa, bu nimani o'g'illari ham bor. Qurbonov Murodxon akoni jiyanlari borlar. Shular ham borlar. Kim bu nimani Abduoyit Oshnamda o'g'illari bor. Ular ham katta ko'chalarga, mana shu katta ko'chalarga berganlar bular. Tag'in ham o'zlarini ko'chalariga ham juda ham katta xizmat qilganlar bor. Bularning ichida mana shu Halimovlar, Akmal, Asliddin shular. Keyinsiga bu yerda nimalar bor? Elbek, Azizbeklar bu ko'chaga, mana bu tepa ko'chaga. Keyin Abduoyit bor, tag'in ham bu ko'chada. U yerda o'sha Azam akoni o'g'illari bor, Elmurod. O'zlarini ko'chalariga juda jonbozlik qilganlar. Mana u chekki mahalladan Hojibobo bilan nima bor? Boymurod Salimov Boymurod ma'lumda o'g'illari. Keyinsiga shunaqa nimalar kishilar ko'p. Mana Behruzjon ham o'zini ko'chasiga juda ham katta xizmat qilgan. G'iyosboy o'zlarini ko'chalariga juda katta xizmat qilgan. Bu yerda Yunus aka bor, nimada Ilyos akalar bor. Man shu navoda birontani esimdan chiqargan bo'lsam, kechirasizlar, tan esimga tushsaga tan tashlab qo'yaveraman, xudo xolasa. Shunga aziz hamqishloqlar, juda ham katta sizlarga rahmat. Biz shu qishloqda ahli bo'lganimizdan, shu qo'g'onlik bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Sizlar bilan hamqishloq bo'lganimizdan men ham xursand. Mana shu jamiyatimiz, mana shu aktivlar hamma xursand. Faxrlanamiz sizlar bilan. Sizlar bizlarda faxrimiz. Sizlar bizga obro' berdilaring. Shunchalik mana qishlog'imizni obod qildik. Qo'limizdan kelar ekan, alhamdulillah. Xudo bizga muvaffaq qildiki, shunda shu ishlarni qilishimizga. Benihoyat katta shukronalar qilamiz. Rahmat hammalaringga. Kam bo'lmanglar. Mana yana ham mana shu o'zlarining texnikalari bilan xizmat qilganlar bor. Sharboy akamning o'g'illari Shuhratjon, Ulug'bek aka, keyin nima Abjabor akamning o'g'illari G'ulomboy, akolari Faridun, keyin Abdurasul akamning o'g'illari Faxriddin. Mana shular ham juda ham katta xizmatlarni qilishgan. Xudovand shularni ham muvaffaq qilsin, bularni ham shu texnikalari sinmay, yaxshi halol topib, halol bolalarni katta qilib, uylarida yaxshiliklarga, xursandchiliklarga buyursin topganlarini ilohim. Eshon bobo, sizga ham kattadan katta rahmat. Hamma ham bu boshliqlik mas'uliyatini olmaydi. Siz shuncha yukni olib, shuncha narsani boshqarib, bismillah deb boshladingiz. Mana natija juda quvonarli, kutganimizdan ham oshiqcha bo'ldi. Bir gapingizni xalqqa yetkazib qo'ymoqchiman. Hoji bobo qanday bo'lar ekan desam, bismillah deb boshlagan narsani yordamchisi Alloh Behruz juda yaxshi bo'ladi dedingiz. Aytganingizdek, o'zimiz kutgandan ham yaxshi natija bo'ldi. Sizga ham adin rahmat. Alloh ishlaringizga, umringizga, rizqingizga, farzandlaringizga baraka bersin. Amin. Rahmat Behruzjon, rahmat. Xudo mana shu sizlar yonimda turdilaringki, Behruzjon, mana G'iyosboy, Ahadboy, shu nimani Muhriddin esimizdan chiqibdi. Xudo, mana ko'rdingizmi? Bitta yarimtalar esdan chiqib qolsa, navoda xafa bo'lmanglar, aytaman baribir otlarga. Keyin yerda nima Muxtor akamning o'g'illari bor, Jardan. Keyin Abdumalik akamning o'g'illari bor, aka-ukalar. O'zlarini mahallalariga ham, yerda ham juda nima qilishgan. Shukurjon aka
Shunday sizlar yonimda turdilaring, sizlarni shu orqamda chustut qilib turib, orqamda sizlar turganlaringiz uchun shunchalik muvaffaqiyatlarga Xudovand bizni yetkazdi. Nega yoningda yo'ldoshing sher bo'lsa agar qo'rqmay, qaysi jangga bo'lsa ham, qaysi mas'uliyatga bo'lsa ham odam peshqadamga u yeringda yurar ekan. Rahmat, sizlar ham juda ham katta yordam qildilaring hammalaring. Sizlarni Xudovand topganlaringda necha marta ziyoda qilsin. O'zi rizqi o'zini mana shu qilgan yaxshi amallar, savob amallarni Xudovand o'zi va'da berib qo'yganki, birga 10, 10ga 100, 100ga behisob degan. Sizlar minglab, yuz minglab nimalaringni, davlatlaringda ayamay saflarlaring. Xudovand shu va'dasidan zoyidroq sizlarga hammalaringga yetkazsin. Rahmat ko'jon. Men ham bitta Hoji boboga, Eshon boboga tashakkur bildirib qo'yay. Eshon bobo, rahmat sizga. Mana shu butun qishloqda mana 2 yildan buyoqqa birlashtira olganingizga. Mana shuncha yildan buyoqqa shunaqa ishlar qilib qishloqda birlashtiradigan odam yo'q edi. Mana siz hamma yoqda birlashtirib shuncha chiroyli ishlar bo'ldi. Rahmat sizga ham. Umri joningizga salomatlik deb bersin Xudo. Doim mana shunday bo'lib yuravering. Hoji bobo, keyin mana 1-2 kun ichida Xudo xolasa hisobotlarni hammasini hisoblab tayyor qilib beramiz. Yana bir narsa esimdan chiqib qolmasdan ayta olay. Mana shu guruhlarimizda adminlarimiz bor. Adminlar guruhi bu 10 kishidan iborat. Shu adminlar har bir qilayotgan ishlarimizni maslahat qilib bir-birimiz bilan qilinayotgan ishlarni hammasini avval adminlar bilan maslahat qilgan holda qilardik. Shu adminlarga ham hammalariga mingdan ming rahmat. Sizlar to'g'ri maslahatlarni berdilaring, to'g'ri yo'llarni ko'rsatdilaring. Shu sizlarga ham Xudo qilgan yaxshi amallaringni, mana bu ajr savoblaringizni Xudovan necha barobar ko'paytirib sizlarga qaytarib bersin. Mana bu adminlarning ichida oqsoqollarimiz, mana Rustamboy aka, Jumaboy aka, Hoji bobo, Komilxo'ja aka, Shukurjon aka, Islomboy aka, mana mahallamizni boshlari bor, Isroiljon, Ma'muraxon muallima, Dilshodboy, ikkita Dilshodboylar, Behruzjon, G'iyosboy, Ahadjon, hamma mana shu jonkuyarlik qildilaring. O'zlaringda manfaatlaringni xalqimizdan, qishlog'imizdan baland ko'rmadilaring. Shu xalqimizga xizmat qildilaring. Xudovand hamma mana shu xizmat qilganlarni, mana shu aslan mana shu Hoji Zarifjon shu ishlarni boshlagandilar necha yillar oldin. Bularni ham Xudovand mana bu ishlarga ham sahmlarni qo'shdilar Jumaboy akalar bilan. Aytyapman, bitta ham talay navodo esimdan chiqib qolsalaring xafa bo'lmanglar, men ham baribir eslatib qo'yaman. Shunga hamma mana shu aytayotgan odamlarimga ham Xudovand yaxshi niyatlariga Xudovand yetkazsin hammalarini. Aziz ham qishloqlar, mana Tillovoy aka ham juda ham ko'p xizmatlarda qilishdi. Mana Qodirxon, Eshonboy, ular ham ko'p mana yaxshi suxanlarda qilib odamlarni ko'niga bir alov so'p shunaqa yaxshi gaplarni topib gapirdilar. Aka-ukalari ham hammalari xizmat qilishdi. Keyinsiga mana shu ishlar, mana shu hamma qilingan ishlar natijasi yaxshi bo'lmasdi.
albatta prezidentimiz Emomali Rahmon shu prezidentimizni juda ham katta jonbozliklari, vatanda obod, tinch, osoyishta tutib turganlari, odamlarni ko'niga sig'ib, sizlarni ko'nimizga sig'ib shu ishlarni qildik. Mana davlatimiz Tojikiston, aziz Tojikistonimizni har bir nimalari, organlari, shular qaytdan eshitib hammalari rahmat, nima xizmat bo'lsa biz xizmatda turishdi. Shu kichikdan boshlab to prezidentimizgacha shularni ham Xudovand muvaffaq qilsin. Davlatimiz, jonajon davlatimiz Tojikistonimizni to'ymasinlar, charchamasinlar. Biz albatta prezidentimizni hammamiz ham piyodalarimiz faqat Tojikistonimizni, davlatimizni, vatanimizni obod qilishda sizlarni charchatmasin. Aziz qishloqlar, tag'in mana shu Mahkamov Abduqodir akani o'g'illari Umidjon, Mahkamov Abdullahi akani o'g'illari G'afurjon, Nazirjon, hamqishlog'imiz Nazirjon, podpolkovnik, ular ham juda ham katta xizmatlar qilishyapti. Keyinsiga Muhammadjon bor, u pastki mahalladan Muhammadjon ham juda ham katta, Rabqijon akani o'g'illari bor, Sulaymonov bor yerda. Shular ham juda ham katta xizmatlar qilishyapti. Assalomu alaykum hammaga aziz hamqishloqlar. Men hammalaringni shu qishloqda bo'lgan asfali bilan, bir bo'lgan yaxshi ishlari bilan hammalaring tabriklayman. Ilohim hamisha aynaqa tinch vatanda, ravon yo'llarda, shirin suvlarni ichib yurish Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Shu asfalda bosh bo'lgan Rustam aka, Nurmatov, Taqsir Hoji Badriddinxon aka, Komilxo'ja doktor, Samiyev doktor boshlanishida bultur kelib ancha xizmat qilganlar. Sho'rqonda Birgatdag'o yoshlardan juda ko'pchilik podдержка qilgan. Hammalaringga shu ahli qishloq nomidan shu asfaltda aktiv bo'lib podдержка qilib, mana shu yerda pul desa pul tashab turganlar, duo qilib turganlar, podдержка qilganlar, voy tashaylik deb sinfdoshlarini, oshnolarini bir motivatsiya bergan. Sizlarga hammalaringga ming rahmat. Endi buni hozir aytmasak ham bo'ladi-yu, aytmasak yana to'g'ri kelmaydi. Keyin yana bir toifa odamlar paydo bo'ldi shu paytda. Mana 2 yildan beri raso ko'rdik shunaqa ballarda. Mana shunaqa qilgan odamlar ham ko'p bo'ldi. Endi ko'p bo'ldiki, endi babi chiqdi-da, nima deydi? O'richalab aytganda Semyani Bezurodov deydi-ku, aynaqalar ham chiqdi. O'shalarga men imindan shu to'xtalib o'taman. Shunaqa shu gapni aytib, ko'p joyda ko'p gapni sasdi yurganlarga. Pul bermadilaring. Bergan bo'lsalaring ham bir g'urvat bilan ba'zilar oldik yerdan bu yerdan qilib. Lekin raso gapirdilaring. Endi mana qishloqda asfaltlari zo'r bo'ldi, shahar tomonga ketish yo'llari zo'r bo'ldi. Endi bemalol borib qishloqni biz qilgan deb karillab yurasizlar endi. Sizlarga ham Alloh taolo o'zi ko'nglaringga bir, qalblaringga bir mardlik, poklik, bir saxiylikni solsin. Sizlar ham mana shunaqa katta ishlar bo'lganda bir chetda turib berma, nima qilasan berib, ular o'zini eshigini tayini qilib oladi deb
hammani sastmasidan davay bo'lsin qishlog'imiz bo'lyapti-ku deydigan bir mard odam bo'linglar. Hammalaringga ming rahmat aziz hamqishloqlar. Poddeshka qildilaring, mana ba'zi taqsir aytdilar. Sizlarning poddeshkalaring bilan shuncha bo'ldi. Hamma joy sizlar bo'lmasalaring biz o'zimiz qaytdan qilardik buncha ishni. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringning hurmatlaring cheksiz. Xudo xolasa yangi proyektlar bor, inshaalloh nasib. Sizlar poddeshka qilib turasizlar. Biz hech podvat bo'lmay shu proyektlarni qo'ymay boshlaveramiz. Shu asfaltda qatnashmagan, qatnashmoqchi bo'lganlar, o'zini mablag'i bilan yordam qilganlar, o'zini vaqti bilan, o'zini texnikasi bilan yordam qilganlar. Shu bizni videolarimizni, bir goloslarimizni, голосовой сообщение tashlab shuni eshitib bir yaxshi duo qilganlar, orqamizdan yaxshi gapirganlar. Hammalaringga ming rahmat. Ballalaringni, oilalaringni, ota-onalaringni baxtiga sog' salomat bo'linglar. Alloh taolo kasbkorlaringga, rizq ro'zlaringga, tanijonlaringga o'zi baraka bersin. Kattalaring akom, kichkinalaring ikom, tengdoshlaring, yoru do'stlarim, hammalaringning hurmatlaring cheksiz. Assalomu alaykum. Gap yo'qdir. Maktab mahalladan Botir Ali bor, keyin doktor borlar otlari esimdan chiqdi, sotib oldik. Bular ham juda ham, keyin Beknazar akani o'g'illari bor, Odinazar akani o'g'illari bor. Juda ko'pchilik, juda sizlar hamqishloqlar hammalaringga ham juda ham katta xizmatlar qildilar. Juda ham xursandman. Mana shu men tayyorgarlik ko'rmay gapiryapman-da. Shunga nima bo'lsa kechirasizlar. Yerda Salimboy hoji borlar. Ular bitta Subhondin bor. Subik deyman, shular juda ham ko'pda. Glavbuximiz, oqsoqolimiz, oqsoqol deb eslatib o'tib ketdim. Reviziya komitetining boshlig'i Rustamboy aka, Dilshodboy, ularning ukolari So'robjon, ukolari hammalari juda ham katta xizmat qilishdi. Shu Nurmatovlar oilalari ham motivatsiya berishdi, katta ko'proq xalqdan ko'ra ko'proq pulni berishdi. Xudo mana shu oilani ham muvaffaq qilsin. Topganlarini yaxshi kunlarga buyursin. Mana bitta ham bizni ukamiz borlar, Akobirjon, Akobir, mana ukolari Firdavs. Bu Moskvada ular Sharofakon o'g'illari. Shularda ham sahmlari, ularda ham ukamizda muvaffaq qilsin, xonadon obod qilsin, topganlarini yaxshi kunlarga buyursin. O'sha ajr va savoblariga hammalarini yetkazsin. Rahmat hammalaringga, kam bo'lmanglar. Xudo ziyoda qilsin sizlarda. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar. Sizlar yaxshimi, durustmi, charchamanlaringmi? Hammalaringga rahmat. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Shu sahmlaringni qo'shganlaringga. Bitga sababchi mana shu Hoji Badrulxon aka. Birinchi sababchi shu inson. Bularga men rahmat aytaman. Imminni shu insonlarga. Ularning qatorida shu yonlarda turgan Ajon aka, Muzaffar aka, Behruz, keyin Dilshodda oshnom dadalari, hammalaringga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hoji Badrulxon aka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Aka, siz shu narsaga sababchi bo'ldingiz. Shu narsani Alloh taolo sizni ko'nglingizga soldi. Siz sababchi bo'ldingiz. Shu uchun kattadan katta rahmat sizga. Qishlog'imiz uchun jon kuydirdingiz, shuncha harakat qildingiz.
Alloh rozi bo'lsin sizdan. Men sizni hurmat qilaman. Qishlog'imizda namunali oilalardansiz. Baraka toping. Shunchalik o'z fikringizni bildirib, shunchalik qishloqqa jon kuydiryapsiz. Sizdan Alloh rozi bo'lsin, hoji aka. Hamma vaqt tanda joningiz omon bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Vallaringizda orzu havasini ko'ring. Doimo bizga duogo bo'lib yuring. Rahmat. Shunchalik qishlog'imizni obod qildingiz. Siz sababchida. Shunga men xursand. Biz sizni yoningizda hamma vaqt. Ana shu yaxshi ishlaringiz uchun. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Dunyo turguncha turing. Aziz hamqishloqlar, tag'in mana selsiyatimizni raisi Dadaxon bular ham borib mana shu qancha qayta ishlar bo'lsa shunga sahnlarni qo'shdilar, borib gaplashdik, nimalarni, asfaltlarni boshqa mana bu yo'llarni kengaytirish, sahamdorlar bilan gaplashish, shularga yaqindan yordam qildilar. Xudo ularni ham muvaffaq qilsin, xonobod qilsin, martabalarini bundan ham balandroq qilsin. Keyin mana shu qishlog'imizda aktivlar bor, Yodgorboy bor, Dalerjon bor, bular keyin mana bu Muxtorjon hoji bular borlar. Shu qishlog'imizda endi bir chetdan hamma yakbora kallaga kelmaydi, yozib aytishga shu tildan eshitgan yaxshiroq. Tildan chiqqan narsa dildan chiqadi, xatdan chiqqan narsa qo'lda ushidan chiqadi. Shunga to'g'ri tushunasizlar deb gumon qilaman. Mana bu yerda tag'in nima bor, mana bu Behruzjonning ishchilari, yaqinlari hammasi nima bular ham o'zlarini sahamlarini qo'shib turishdi. G'iyosboyda aka-ukalari G'ayratjon, G'olibjon bular ham jonkuyarlik qilib turishdi. Bular ham kam bo'lmasin, Xudo ziyoda qilsin. Shunaqa hamma nima bir nimada hamma yodga kelmaydi. Mana bu Behruzjon dadasi ham Naimjon aka ular. Kechirasizlar, bir kishi qishlog'imizga shuncha mehnatini, mehrini oshirgan odam esimdan chiqibdi. G'iyosjon bo'ladi bu. G'iyosjon, san ham baraka top. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik san ham xizmat qilyapsan. Alloh rozi bo'lsin sandan. G'iyosjon. Bor. Sizlar bizlarni to'g'rilab turdilaring, sizlar bizlarga bir dedilar. Qahramonjon rahmat, okajon rahmat. Sizlar ham mana shu doim sizlarni podeshkalaringda okajon biz chusut qilib turdik. Mana mahallalaringga, bu общий qishloqqa, patrullikda hammasida chusut qilib turdim. Rahmat. Kam bo'lmanglar. Bu yerda tag'in Bahronboy hojining o'g'illari Ahliddin, Bahriddin bular keyin mana shu jamiyatimizni doim gaplarni, bo'layotgan ishlarga qiziqib, nima qilib, следит qilib, kim to'g'ri gapirsa like, kim noto'g'ri gapirsa dislike qo'ygan, anti-like qo'yganlar ham kam bo'lmasin, ziyoda qilsin Xudo. Mana shu nima kim bor? Hamdamov ham juda ham nima edilar. Shularni hammani muvaffaq qilsin. Biz juda ham xursand. Mana shu sizlar bor. Sizlar bizlarni to'g'rilab turdilaring. Sizlar bizlarga bir energiya tarqatib turdilaring, berib turdilaring. Xudo hammamizni, hammalaringni muvaffaq qilsin. Rahmat. Aziz qishloqlar, tag'in mana nima ma'lumamiz Tursunova Sanobarxon ma'luma bultur mana shu bizni xizmatlarimizni gazetalarga yozib chiquvdilar. Doim ishlari
jo'shqin qaynab turadi. Shu qishlog'imizda obodonchiligiga xursand bo'lib nima qiladilar. Husniddin o'shni ukamiz. Ular ham doim mana shu qishloqda g'amida doim shu qanday yordam qilaylik, qanday yaxshilik qilaylik deb ular turadilar. Mana bu Baxtiyor akaning o'g'illari Sherzodjon, Dilshodjon shular ham hamma mana shularni Xudovan qalblariga xursandchilikda aritmasin, doim xonada obod, tinch, totuv bo'lishsin. Hammalariga rahmat, kattadan katta qishlog'imiz nomidan, xalqimiz nomidan shularga ham katta rahmatnomalarni aytamiz. Aziz hamqishloqlar, shu qatorda Ma'lima Mohidajon raisamiz qishlog'imizda raisalari edilar. Xudo rahmat qilsin. Juda ham shu qishlog'imizga katta zahmlari, xizmatlari juda ham katta tekkan. Ayol bo'lishlariga qaramasdan erkak raislarni joyini o'n barobar qilib ko'rsatgan. Bizlarga, sizlarga xalqqa xizmat qilish qanaqa bo'lishini shu ma'luma ko'rsatganlar. Xudo joylarini jannatdan qilsin. Farzandlari, ahli oilalariga sabri jamil bersin. Ularning shogirdlari mana Farojjon, Fozilov. Bular ham xizmatlarini ayamay o'sha vaqtda ham qilgan, hozir ham qilib turibdilar. Xudo ularni ham xona obod qilsin. Rahmat, diqqatlaringga. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, omonmisizlar? Mana tepada ustozimiz, akalarimiz hammalari tashakkurnoma, rahmatnomalarni aytib o'tishlar. O'ylaymanki, ikki og'iz Xudo xolasa biz ham shu rahmatimizni yetkazsak deb niyat qildik. Avvalo mana shu jamiyatimizga mingdan ming rahmat. Keyin mana shu ishni boshlagan, sababchi bo'lgan insonimiz, mana ustozimiz Hoji Badrxon akamiz, rahmat mana shu insonga. Taqsir o'zingiz eshityapsiz. Rahmat. Alloh taolo xonadoningizga fayz baraka bersin. Ilmingizga Alloh bundan-da ilmingizni ziyoda qilsin. Mana shunday katta ishlarda inshaalloh ko'p yillar shu bosh-qosh bo'lib bizga yuravering. Inshaalloh ortingizda mana qo'ldan kelgancha biz ham savoblarga sherik bo'lib qolaylik. Va mana shu adminlarimiz, mana shu parda ortida turib ishlayotgan adminlarimiz va mana shu onlaynga chiqib ishlayotgan adminlarimiz hammalaringga mingdan ming rahmat. Bular juda ham ko'p kishilar mana shu hissalarni qo'shdilar mana shu ishlarga. Shuning uchun mana tepada hammalarni ismlarini ustozimiz aytib o'tdilar. Hammalaringga rahmat. Parda o'rtada turib ishlagan va onlaynga chiqib ishlagan insonlarga mingdan ming rahmat. Alloh taolo ilmlaringda bundan-da ziyoda qilsin. Savoblaringni bundan-da ko'paytirsin. Katta ishlarni qilinglar. Inshaalloh o'sha katta ishlarni qilgan paytda biz ham shu oldilaringda turib savoblarga sherik bo'lib turaveraylik inshaalloh. Va mana shu jamiyatimizda pul tomonidan duo qilib, yaxshi fikrlar, yaxshi suhbatlar berib turgan insonlar hammalaringga mingdan ming rahmat. Sizlar bor uchun mana shu ishlar bo'lyapti. Sizlar bor uchun mana shu oldinga ketish bo'lyapti. Sizlar bor uchun mana shu chiroyli yakun topdi ishlarimiz. Inshaalloh bu yilga bu. Xudo xolasa keyingi yillarga niyatlarimiz katta. Mana shunda sizlarda inson bor ekan, mana tepada ustozimiz aytib o'tdilar, safarga chiqishdan bexavotir biz. Sizlarda insonlar bilan va jamiyatimizda sizlarda insonlar bilan yashayotganimizdan, bir nafas olayotganimizdan bir joydan biz faxrlanamiz. Rahmat. Men ich-ichimdan aytaman bu gaplarni. Ich-ichimdan. Bu yaxshi insonlar, biz oldin rost gap kamda o'ylardik. Bu jamiyatimiz yaxshi inson ekan hammalari. Rost gap, endi biz o'sha paytda biz negativ tomondan qaraganda biz, lekin biz o'sha insonlarning yaxshiliklarini ko'rib turib, bu hamma inson yaxshilik qilishyapti jamiyatimizga. Kimdir puli bilan, kimdir duosi bilan, kimdir maslahati bilan, kimdir texnikalar, hammasi siz chiqib bir yoqdan bosh chiqib, bu hammamiz bu insonlar yaxshi insonlar ekanmiz. Bu yaxshi ishlarning ustida birlashib turib, shunday bu endi bu so'z bilan aytib berish qiyin bu narsani. Lekin o'sha mana shu ishlarni ko'rib turib, haqiqatan ham jamiyatimizda hammasi yaxshi insonlar ekan. U yaxshi insonlar bo'lmaganda bu ishlar bo'lmasdi, bu darajada chiroyli ish bo'lmasdi.
Sizlar bor ekan, sizlar mana shunday ish bo'ldi. Hammalaring ming rahmat. Alloh taolo hammalaringni xonadonlarga fayz baraka bersin. Ota-onalarimiz, tog'larimiz, xolalarimiz, oilalarimiz, kelinlarimiz kimdir mana shu bu bitta jamiyat, biz hammamiz tagini surishtirsalang bitta avlod qarindosh bo'lib chiqamiz. Hammalaringni xonadonlarga Alloh taolo fayz baraka bersin. Balalaringni orzu havaslarini ko'ringlar. Katta insonlar baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Mana shunday bosh bo'lib yuraversinlar farzandlariga. Inshaalloh nima deydi, bundan da katta ishlarni qilaylik sizlar bilan. Hamshirlar, Payg'amov, Ilyos tog'am, ukalari, Ilhom tog'am, farzandlari, bularga ham alohida rahmat. Mana shu Lenin ko'chasiga bular ham rasodjonbozlik ko'rsatib, shu ko'chalarda obod qilishdi. Hammamiz yuradigan hamma ko'chalarimiz obod bo'ldi. Shu hamma ko'chalardagi tashkilotchilarga rahmat, minnatdormiz. Shaxsan juda xursandman. Rostdan mana shu xursandchiligimdan hamma gapni aytyapman. Bu yerda navoda o'ylamanglar. Neki mana men ketgan vaqtimga saflagan nervlarimga hammasiga ming roziman. Mana shu jamiyatimizga, mana shu sizlarda insonlarga, mana shu jamiyatga yaxshilik olib kirishga ketgan vaqtimga hammasiga men ming roziman. Sizlar ham bergan xayr ehsonlaringga rozi bo'linglar. Inshaalloh bu sizni bizdan qolguvchi yaxshi ishlar. Mana bir shu paytgacha yana ko'rsatib berilaringki, biz naqadar zo'r insonlarmiz, naqadar inshaalloh kelajagi porloq insonlarmiz, jamiyatimiz. Ming rahmat hammalaringga. Va mana shu joyda mana shu Behruzboyga ham addenna rahmat deb qo'yaman. Behruz aka, sizga ham rahmat. Ko'p maslahatlarni berib turasiz. Ko'p motivatsiya ishlarida aytib turasiz. Mana shu jamiyatga peshqadam insonlardansiz. Endi hamma yaxshiliklaringizni ham aytsak to'g'ri kelmaydi, savob kamayib qolmasin. Sizga ham addenna rahmat. Ota-onangizga rahmat, tog'am xolamlarga rahmat. Bu yerda adminlarimiz ko'p, hammalariga rahmat desak ko'p vaqt ketib qoladi. Lekin sizlar qalbimdasizlar. Bu ichkirini yaxshi ko'ramiz sizlarni. Tashqariga olib chiqsak savob kamayib qoladi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, ham ko'p vaqt ketib qoladi. Biz hammalaringni otlaringda aytmasak-da, lekin sizlar o'sha ich-ichimizdan rostdan haqlaringga duo qilamiz, Allohdan so'raymiz. Rahmat hammalaringga. Ich-ichimizdan yaxshi ko'ramiz mana shu insonlarni. Hammalaringga rahmat. Inshaalloh kelajagimiz bundan-da porloq bo'lsin. Salomat bo'linglar inshaalloh. O'ylaymanki, bu oxirgisi emas va boshlanishi emas. Inshaalloh bundan-da keyin yana katta ishlarga qilishga qodir sizlar bilan inshaalloh. Salomat bo'linglar. Inshaalloh mana Xudo xolasa biz yana xizmatdamiz qo'ldan kelgancha. Sizlar bor ekansizlar, biz inshaalloh xizmatdamiz. Mana shunday jamiyatda sizlarning qalblaringdan mehr olganimizga alhamdulillah deymiz, mehr topganimizga, shuncha pullaringni, omonatlaringni topshirganlaringga rahmat. Mana shunday ishonganlaringga va mana shu narsalarga sababchi bo'lib turgan ota-onamga ham mana rahmat deymiz. Ota-onamning haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Neki mana shularning duolari bilan maslahatlar berib turishadi. O'g'lim aytdi, xato ketding, bitta to'g'ri ketding deb duolar qilib turishadi. Xalqimizga, jamiyatimizga duo qilib turadilar. Mana shu insonlarga ham haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Neki boshlanishida juda ham bular ko'p gap eshitgan men orqamdan. Ko'p endi xato ishlar bo'ladi. Ko'cha-kuyda ko'rib, o'g'ling unaqa, o'g'ling bunaqa deb ko'p gap eshitadilar, ko'p xafa bo'lardilar. Ko'pchilik bilan urush qilganlar ortimizdan. Mana shu insonlarga ham rahmat. Mana shunday nima deydi? Qaro kunlarda ortidan yorug' kunlar keladi. Hammamiz ishonishimiz kerak. Faqatgina bunda orqaga tashlamaslik kerak. Bu boshida chiqqanimizda shu akamiz Hoji Badriddinxon mana shu ishni boshlaylik deb mana shu insonlar shu guruhni ochishiga ham sababchi mana shu inson bo'ladilar. Mana shu biz Xudo xolasa yoshimiz bir joyga boryapti. Bu sizlardaqa yoshlar chiqish kerak deb turib, mana shu oldinga yetalagan inson mana shu bo'ladilar. Keyin guruhni ochdim. Mana shu insonni maslahati bilan guruhni ochdik. Guruhni ochgandan keyin shu 3-4 marta video chiqarsak, har xil toshlar otilgandan keyin chiqarmay qo'ydik. Keyin mana shu inson aytdilarki, men seni bunaqaligini bilganda sen bilan vaqti so'rashmadim, vaqti maslahat beramadim sen. Men seni bu jasur, zo'r inson deb o'ylardim. Dedilar, shu gaplar tegib ketdi. Mana shu gaplarning ortidan mana shu darajaga yetib keldik azizlar. Mana shuni katta ishlar bo'lishiga sababchi bitta mana shu insonning katta gaplari bo'lgan.
shu sanga man ishongan edim degan gaplari bo'lgandi va qaytadan oyoqqa turuvdik. Shuncha katta toshlar kelsa ham mana shu insonlar orqali, mana shu inson orqali ustozimiz Hoji Badrinxon akamiz mana shu inson orqali mana shu katta toshlarni olib yo'limizda mana shu darajagacha yetib keldik. Avvalo mana shu insonga ham rahmat. Mana shu guruhning ochilishiga, mana shu ishlarni shu darajaga yetib kelishiga mana shu inson sababchi. Endi vaqt kelganda haqiqatni aytib qo'yay dedim. Hammalarga rahmat, mana shu insonlar haqqiga duo qilib qo'yamiz. Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan, o'zi yaxshi ko'rgan insonlar qatorida qilsin. Ikki dunyolarni obod qilsin. Hammalarimiz ota-onamiz baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Duogo'yimizlar. Bugun bizning qishloqda bayram. Juda quvonchli, yaxshi boshlanishi va xotimasi yaxshi bo'lgan ish. Juda xursandman. Hammalaringni tabriklayman. G'iyosboy, senga ham rahmat, Sanot enangga ham rahmat. Endi sen kuchli xususiyating bor. Kibr qilmasdan har qanday nafaqat men boshqa inson aytsa ham bir maslahat bersa eshitib ko'rib, to'g'ri bo'lsa o'shani qabul qilib, o'shani xalq bilan ulashadigan xususiyating bor. Shu xususiyatingni Alloh taolo olib qo'ymasin. Bardavom bo'lsin. Kibr shaytonga xos. Senda kibr yo'q. Alloh taolo to joningda olguncha shu xususiyatni senga bermasin. Yaxshi xususiyating o'zingda qolsin, hamroh bo'lsin. Niyozjon, shu gaplaringga, shu fikrlaringga qo'shilaman. Mingdan ming rahmat. Shu fikrni ochiq oydin qilib aytding. Mana shu guruhni, shu qishloqda shunchalik obod bo'lganiga sababchi sizlar. Sen aytding hozir, Hoji Badrinxon aka taqsir aytganlar ekan. Alloh rozi bo'lsin, shunchalik obod bo'lib ketdi. Men o'ylamadim shunchalik obod bo'ladi deb. Lekin qalbim sizlar boshladilaringki, sizlar bilandim bo'ladi dedim, bo'lib ketdi mana. Alloh rozi bo'lsin. Lekin sizlar o'shatdan turib shu biz shetda masalan oson yo'q. Bu begona yurtda hisobini topib shunchalik sizlar hisoblaring topib hammalaringga o'shda ishlayotganlarga rahmat bu. Lekin biz shetda turib Tojikistonda mana shuncha ishlarni qilyapmiz. Qancha odamlar bor, qancha chiroyli ishlarni qilyapti. Tojikistonimiz uchun obod qilyapti. Malades. Shu hammalariga rahmat deyman Tojikistonda obod qilganimiz uchun. Bu qishlog'imiz uchun sababchi sizlar. Shularni sizlar o'ylab, meni fikrim shuni tashkil qillaring. Biz shu yerda turib shu fikrimiz yo'q edi. Masalan, qayta yaxshilik bo'lsa, borib savobli ish bo'lsa qo'shilardik-ku. Bu kallamizga kelmaganda sizlarda fikr chiqibdi, shundan shunaqa fikrlar chiqibdi. Men ro'y rost aytamanda bu yashirish yo'q. Sizlar shu fikrda, sizlarga Alloh hisobda shu fikrda qilsizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin, ukajon. Hamma vaqt tanijonlaring sog' bo'lsin. Lekin bu qishlog'imiz uchun ahillik bo'ldi. Vaqti men xursand, iloyim ayni ahilligimiz birga bo'lsa, bir kishi, ko'p kishi hamma vaqt yonimizda turib, hamma vaqt bir-birimizni padesha qilsak zo'r. Bu yaxshi ishga boshladilaring, ahillik boshlandi, men xursand. Iloyim hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Nimaki niyatda shu ishda boshlagan bo'lsalaring niyatlaringga yetinglar. Men xursand, hammaning nomidan sizlarga rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum hammalaringga. Hammalaring yaxshimi, tinchmisizlar? Biz kamgina yuklash bilan ovora bo'lib qoldik. Rossiyaga bitta chiqarayotgandik, shu bilan ovora bo'lib qolib, jinda propiska qilib qo'yibman ba'zi bir joylarini. Albatta, men ham sizlar bilan hammalaringga, barcha pul berganlarga, o'zlarining mehnatlari bilan yordam berganlarga, ko'maklashganlarga, hammalariga. Oldinda yuqorida juda yaxshi gaplar bo'ldi. Endi eshitib zo'rg'a yetib keldim.
man ham hammani fikriga, G'iyosiddin, barcha boshqa hammalaring, Behruzjonning hamma fikrlariga qo'shilaman. Mana shu tashkilotchilarga, hamma shu Sardor ishqida bosh-qosh bo'lganlarga, hammalariga Alloh taoloning barakotlari yog'dirsin. Hammalari qilgan mehnatlariga rozi bo'lsin. Aka brako, sizga ham katta rahmat aka. O'z ismingizga monand Akobar birinchisiz aka. Rahmat. Siz ham juda katta podeshkalarni qildingiz, unutmaymiz aka. Xudo davlatingizni faqat ziyoda qilsin. Nima ish qilsak labay deb turib aka, katta pullar tashab berib turing aka. Gapingizga o'xshab pulingiz ham dadil. G'iyosjon, albatta. Bizning Sho'rqo'rg'onimiz Ma'limjonimizga o'xshagan tarixida domkom ko'rmagan. Ma'limjon, sizga kattadan katta rahmat. Shunday shogirdlarni yetkazdiringki, sizdan zo'r bo'lsin, biz o'shanda sizdan rozi bo'lamiz. Sho'rqo'rg'onimiz, xalqimiz manfaatiga xizmat qiladigan domkomlar bo'lsin. Hurmatli hamshirlar, mana shu Lochinboyda ham haqqiga duo qilinglar, qalami o'tkir bo'lsin. Bu ham she'r yozib turadi, qiziqadi she'riyatga. Hayotimizda bo'layotgan narsalardan olib she'r yozadi. Lekin bir saxiy inson nomi ostida o'zini yaxshi hissasini qo'shib turadigan yigit. Aka bu novoz so'ysak praznik bo'ladigan bo'lsa, bu kunimiz praznikdan to'xtamaydi-yu. Nima? Asfallarimiz bitdi-yu akajon. Bugun juda bayram. Juda xursandman aka. Xudoga shukur, mana hamma shuncha odam quvvatlab nima qilib yordam berib, Xudoga shukur, mana shu yerga ahil bitirdik. Gap yo'qlarga hamma yoqqa. Endi shu yerda ko'chka yo'lini ham urganimizda streshlarni oldini, tavqochini kranchilarni oldini zo'r bo'ladi. Endi bundan keyin plan qilma, maktabmi, biron plan bormi endi Behruz? Biron qayerda chizib qo'ydilaringmi? Akajon, xudo xolasa plan mana shu Do'stmatov, Nabijon tog'am, Melisa tog'amni ko'chalari bilan maktabda aka, xudo xolasa xalqimiz qo'llab tursa, hammani ishiga xudo baraka bersin. Shu ish qilamiz debsak, shu o'z mablag'larini ayamasdan paddishga qilib turishsa, plan shu aka. Bu Nabijon tog'amni ko'chalari ham bu Glavni yo'llarimiz qatorida bu o'zlari ham 1 millionmi pul yig'ishib qo'yishibdi. O'shanga Kamutun xalq paddishga qilsa, o'shadan bir sentralni tepaga chiqadigan yo'l bo'ladi. Pajarni, skori, mana shunaqa narsalarga endi tirik jon shunaqa holat. Men aniq ishonaman. Lekin bir narsaga men aniq ishonaman. Shuncha xayriy ehson qilgan xalqni mol-mulkiga Alloh taolo faqat baraka beradi. Xudo xolsa bundan beriga xalqimiz boyaveradi, qissalari barakali, daromadli bo'ladi. Xudo xolasa yordam qilishadi. Gap yo'q, mana Xudoga shukur, shu yil shuncha Sho'rqo'rg'on katta paddeshka qildi. Gap yo'q xalqimizga. Xalqimiz ahil, ko'z tegmasin. Gap yo'q. Mana Aka, bitta boylaridan biri siz bilan ukongiz bo'ladilar qishlog'imizda. Firdavsjon do'stim. Xudo xolasa bir 200 ming sizlardan kutib qolaman aka. Xudo xolasa. Alloh ishlaringga baraka bersin. Faqat rivojlaninglar aka. Balkim ko'proq berarsizlar. gap yo'q, Behruzjon. Pul bo'lsa sandan aynalsin aka. Gap yo'q. Hurmatli hamshirlar, mana shu Bahriddin akamda ham haqqilariga duo qilasizlar. Ana shu har bir hamshirlarimiz bir galasovoy qilsa yo bir fikrlarni bildirsa, men tagidagi layklarga ahamiyat berib boraman-da. Mana shu Bahriddin akam biror bir ishimizga befarq bo'lmagan inson. Shu akamga ham alohida rahmat. Aka, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yetishing aka. Mayli hamshirlar, yaxshi dam olinglar. Hammalaringga yana bir bor rahmat. Assalomu alaykum hamshirlar. Hammalaring sog' omonmisizlar. Mana asfalimizda yakuni
bitta qishlog'imiz bir chiroyli ajoyib bo'libdi. Hozir shaharga Feruzoba tarafdan o'tib ko'prikdan kelib ham aylanib ko'rib maza qilib ichyapti ekan havas qilib. Mana shu nimaga bosh bo'lib birinchi fikrni kallasiga fikrni kiygizib qolganlarni shunga boshlagan bosh bo'lganlar 1 so'mdan boshlab behisob bergan pul bergan hissasini qo'shganlar, duoda bo'lib turganlar, hammalaring kam bo'lmanglar iloyim. Undan-da katta ish qilaylik. Qilolmaganlar, niyat qilganlar. Iloyim mana shunaqa badavlat, qo'li uzun yigitlar bo'lib yetishib, qishlog'imiz yanada obod bo'laversin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Ikkala vatanimiz ham. Rossiya ham tinch bo'lsin, Tojikiston ham sog' salomat bo'laylik hammamiz. Bundan-da katta ishda mana bu yana kelgan maktabimizga yordam qilib, maktabimizni ham chiroyli qilib beraylik iloyim. Mana shu berolmaganlar ham, duoda bo'lganlar ham nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin hamma. Kam bo'lmanglar. Mana shu astoydil shunga bosh bo'lganlar, kechani kecha, kunduz bo'lmanglar. Bu dunyoda ham boshlaringga toj kiydirsin. Xursandmizki, savoblaringni aniq berolmaysizlar. Kimda savob ko'p bo'lsa, bizda ham qishloqlar toj kiysa, o'sha tojni nuri ham yaraqlab turadi. Ana shuni yorug'i ham baribir ko'nimiz to'qki yorug' bo'lib turadi. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum hammalaring yaxshimi, tinchmisizlar? Mana bugun ishlar bilan band bo'lib, ishlarim ko'payib qoldi. Hozir bo'sha barcha galasoylaringda, har bir galasoyda eshitib chiqdim. Gap yo'q, lekin sho'rxo'rg'on molodsi. Hammalaringga katta rahmat, hammalaringga xonadonlaringga fayz baraka bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsalaring, ilohim niyatlaringga yetkazsin. Kim o'sha asolga 1 so'm, 10 so'm, 1000 so'm, umuman qancha qo'shgan bo'lsa, Alloh barakotli bersin. Hammalaringga rahmat, hammalaring salomat bo'linglar. Lekin zo'r ishlar bo'ldi, xudo xolasa bu o'sha kutilmagan, hech kim o'ylamagan narsalar bo'lib ketdi. Hammalaringga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Sho'rqo'rg'on, respekt. Mana endi xudo xolasa Nijnevartovsk shahrida yigitlar, kim Nijnevartovsk shahrida bo'lsa, bamaslahat bitta endi praznik qilamiz. Asfalti bitganiga bitta yig'ilib chiroylik sho'rqo'rg'onliklar umuman ko'pchiliklashib yig'ilib bitta xursandchilik qilib atmichat qilamiz inshaalloh. Bundaqa xursandchilik kunlar har kun ham bo'lavermaydi, o'shaning uchun Nijnevartovskda bamaslahat bitta praznikda maslahat qilaylik. Mana yig'ilamiz, o'tiramiz va xursandchilik qilamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum hammalaringga. Shu hamma tashkilotchilarga ming rahmat, baraka topinglar. Mana endi borsak asfalda birovdan qo'rqib qochishga ham oson, bir joyga borib kelishga ham oson. Tekis yo'l, chalishmay, yiqilmay yuradi qariganda aslamay. Hammalaringga rahmat. Haqiqatan ham 100% to'g'ri. Mana shu yerda Muzaffar akaga haddiyan rahmatnomangizni yetkazdirmoqchiman. Komandamiz nomidan, adminlarimiz nomidan va jamiyatimiz nomidan Muzaffar aka sizga mingdan ming rahmat. Ketgan vaqtingizga, qilgan xizmatlaringizga rozi bo'ling. Tepada aytib o'tmoqchi edim. Endi birlarini aytsam, birlari xafa bo'lishmasin degan maqsadda aytmagandim adminlarimizni. Ko'p vaqt ketmasligi uchun. Lekin mana shu yerda sizni o'rningiz boshqacha-ku. Negaki biz o'zimizni ishimizni qilyapmiz. Keyin jamiyat ishlariga ozgina qo'shilyapmiz. Siz ertadan kechgacha jamiyat ishidasiz aka. Mana 1 oy bo'ldimi boshlanganiga, 1 oydan beri yo 2 oydan beri shu bilan avorasiz aka. Oilangiz ishlarini yaqa surib qo'yib, mana shu jamiyat ishdasiz. Haqiqatan ham bu ishimizda hurmatingiz va qilgan xizmatlaringiz cheksiz aka. Rahmat. Oilangizga ko'p yillar bosh bo'lib yuring. Farzandlaringizning orzu havasini ko'ring. Hammamiz nomidan, komandamiz nomidan, jamiyatimiz nomidan mingdan ming rahmat aka. Mana shunday savobli ishlarda ko'p yil katta ishlarda bizga bosh bo'lib yuring aka. Rahmat. Behruzboy nomlaridan ham rahmat. Va mana shu yerda Qahramon aka, mana Yodgorboy aka, Ahajon aka hammalarni aytib o'tamiz inshaalloh. Mana ular yosh adminlarimizdan, yosh peshqadam insonlardan akalar hammalaringga rahmat. Mana shunday qishlog'imizni oldinga qarab motivatsiya bergan va rahmat hammalaringga, ukalar, akalar hammalaringga rahmat. Men qilgan mehnatimga hammasi mana shu qishlog'imiz uchun roziman. Sizlar ham hammalaring rozi bo'linglar, hammalaring salomat bo'linglar.